Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'ling va bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda numra aviaqatnovlarga ruxsat berildi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. 10-martdan boshlab O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi mamlakat hududidan Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklariga ikki tomonlama yo'lovchi tashishni tashkil etishga ruxsat berdi. Bu haqida O'zbekistondagi milliy va xorijiy aviakompaniyalarga yuborilgan xatda so'z boradi. Xatda keltirilishicha, bundan oldin yo'lovchi turi va fuqaroligi bo'yicha qo'yilgan cheklovlar bekor qilinadi. Saudiya Arabistoniga amalga oshirilayotgan parvozlarda umra mavsumi nihoyasiga yetayotganligi va Haj 2026 mavsumidan oldin barcha umra ziyoratchilari Saudiya Arabistonining amaldagi qonunchiligiga muvofiq mamlakatdan chiqib ketishi shartligi inobatga olinishi lozim. Bunda O'zbekiston Airports aksiyadorlik jamiyati Saudiya Arabistoniga parvoz qilayotgan barcha turdagi yo'lovchilarni ortga qaytish chiptasiga ega bo'lmagan yo'lovchilar ro'yxatini aviakompaniyalar va tur operatorlar kesimida shakllantirib, parvozlarni tashkil etishda parvozlar xavfsizligi talablari, xalqaro havo tashuvchilar bo'yicha amaldagi qoidalar, shuningdek Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari vakolatli organlari tomonidan belgilangan talab va tartiblarga qat'iy rioya etilishi kerak. Eslatib o'tamiz, avvalroq Yaqin Sharq mintaqasida yuzaga kelgan vaziyatning keskinlashuvi hamda havo makonidan foydalanish bo'yicha joriy etilgan vaqtinchalik cheklovlar sababli bir qator aviaqatnovlar bekor qilingandi. Shu sababli O'zbekistondan umra safari ham vaqtincha kechiktirilgan edi. 10-martdan boshlab yana aviaqatnovlar o'z iziga tushishni boshladi. Eng so'nggi va ishonchli ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.